Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komiteti navbatda muavin raislik vazifasini o'tayotgan Nuri Turkal apandining 21-iyundan boshlab rasmiy holda Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetining 2022-2023 yillik raislik vazifasini o'taydiganligini e'lon qildi. Nuri Turkal apandi 2020 yil mayda Avam Palatasining raisi Nancy Pelosi xonim tarafidan Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetining komissarligi tayinlangan tunji Uyg'ur Amerikalik bo'lib, u 2021 yil 15-iyun kuni Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komiteti muavin raisligi tayinlangan va 2022 yil mayda qayta tayinlangan edi. Nuri Turkal apandi advokat, tashqi siyosiy mutaxassisi, kishilik huquqni tashabbus qiluvchi, u Uyg'ur kishilik huquqi qurilishi mudiriyatining raisi, Hudson institutining oliy tadqiqotchisi va tashqi munosabatlar kengashining a'zosidir. Sharq Turkistondagi jazo lagerida ziyonkashlikka uchraganlarning tuqqanlari Xitoyning Olmatodagi bosh konsulxonasi oldida namoyish o'tkazdi. 500 kundan buyon Xitoy konsulxonasi oldida lagerlarga qamalgan va izderiki bo'lmagan tuqqanlari uchun namoyish qilib kelayotgan o'nlagan kishi Xitoydan necha yildan qamalgan tuqqanlarni qo'yib berishni talab qildi. Amerika prezidenti Joe Biden Oqsaroydagi bir faoliyatda muxbirlarning savoliga javob berganda o'zining Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan Xitoyda o'tkazilayotgan Tambojni beji to'g'risida ko'rishadiganligini aytdi. Saudiya Arabiston valiahdi shahzoda Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud Turkiyada rasmiy ziyoratda bo'ldi. Turkiya raisi Erdo'g'an bilan Muhammad bin Salmanning uchrashishidan keyin e'lon qilingan birlashma bayonotda siyosiy, iqtisodiy, harbiy va bexatarlik qatorliq sohalarda ikki davlat munosabatidagi hamkorlikning yangi davrini boshlash irodasini ta'kidladi. Amerika prezidenti Joe Bidenning so'zi bilan Xitoy va Tayvan o'rtasidagi ziddiyat keskinlashdi. Xitoy tunugun 29 urush aeroplani bilan Tayvan havo mudofaa rayoniga kirganda Tayvan bexatarlik qismlari hushyorlikni o'stirib, urush aeroplani va boshqariladigan bomba sistemasini qo'zg'adi. Xitoy Tayvandan egilik huquq talab qilayotgan bo'lib, Amerika bo'lsa Tayvanga bexatarlik kafolati bermoqda. Reuters agentligining shu yerdagi qatnash soqchi amaldorini naql keltirib xabar qilishicha, Beijingning g'arbidagi dengiz sohili oromgohi Beidayxada Tesla mashinalari cheklangan. Egilishicha, Beidayxa odatda Xitoy rahbarlarining yozliq ta'tilini o'tkazadigan yeriga aylangan. Xabarda aytilishicha, bu cheklash buyrug'i 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yilib, kam deganda 2 oy davomlashadi ekan. Doiralar mashinlarning kamerasining sezgur sonliq ma'lumotlarini to'plashidan andish qilmoqda ekan. Ma'lum bo'lishicha, Afg'onistonning Xost o'lkasida yuz bergan 6.1 bal yer tavrashda kam deganda 1000 odam hayotidan ayrilgan, 1500 dan ortiq odam yaralangan. Jiddiy yig'in ochgan Taliban hukumatı jiddiy qutqizish organlarining rayonga guruhi avatishini talab qildi.